بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز جماعة المسلمين، الله عز وجل bugungi kunni barchamiz uchun muborakli qilsin, xayrli qilsin, ibodatlarga to'la bo'lishini Alloh nasib aylasin. Amallarimizni yolg'iz va yolg'iz o'zini roziligi uchun beriyo bo'lishini Alloh nasib aylasin. Gunohlarimizni kechirsin. Bugun ulug' juma kuni, bu kunni barakotidan, fayzidan Alloh hammamizni nasibador aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimiz inshaalloh bir hadis haqida bo'ladi. Mavzuyimizni boshidan oxirigacha payg'ambar alayhissalomni bir hadislari haqida gaplashamiz. Boshqa mavzuga o'tmaymiz, faqatgina payg'ambar alayhissalom biz ummatga meros qilib qoldirib ketgan bitta ulug' hadis bor. Payg'ambar alayhissalom hadislari juda ko'p. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Hatto payg'ambar alayhissalomni hadislarini sahihini Imom Buxoriyning o'zlari sahihlarda 6000-7000 dan ko'pini keltirganlar. Undan boshqa sahih Muslim bor, undan boshqa Sunan Abu Dovud, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmiziylar bor. Ularni alohida hammalar 4000-5000 dan hadislarni o'zlarining kitoblarida ta'lif qilishgan. Hadislar juda ko'p. Imom Buxoriy hayotlarining davomini o'zida 600 dan ko'p hadisni rivoyat qilganlar. 600 dan ko'p hadis to'plaganlar. Ana shulardan 100 dan ko'pi sahih hadislar bo'lgan. O'shalarni 600 ga yaqinini o'zlari yod olganlar. Hozir biz bitta hadisni to'la ayta olmagan bir paytda Imom Buxoriy 600 ta hadisni payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib biz insonlarga, musulmonlarga, biz ummatga meros qilib qoldirib ketganlar. Biz endi ana shu hadislarni o'rganishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomning so'zlarini o'rganishimiz va hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom so'zlari shu darajada ulug', buyuk va shunaqa samimiyki, mana 15 asr o'tgandan beri payg'ambar alayhissalomning so'zlarini birorta joyi o'zgarmaydi. To'g'ri, ba'zilar mavzu qilib, to'qima hadis qilib qo'shgan bo'lishi mumkin, lekin ulamolarimiz baraka topishsin, o'shalarni ham ajratib berishganda, bu sahih, bu zaif, bu hasan, bu mursal, bu mavzu, bu munqati deb turib, buni mustalahul hadis ilmida o'rganiladi. Shu hadislarni ham darajasini, mavqesini, o'rnini ajratib ketishgan. Bizga deyarli ish qolmadi. Bizga o'sha hadislarni kitob do'konlaridan olib, o'qib, unga amal qilish qoldi xolos. Ma'ruzalarda eshitib, unga amal qilish qoldi xolos. Faqatgina amal qilish qoldi xolos. Biz kitoblar ta'lif qilib, uni tarjima qilib, uni o'zimizdan keyingilarga yetkazishimizga deyarli hojat ham qolmadi. Chunki ulamolar roziyallohu anhumlar hammalari bu ishlarni qoyil maqom qilib, eng yuqori cho'qqiga yetkazib bizga qoldirib ketishdi. O'sha hadislarni o'rganishimiz kerak. Bugun o'sha hadislarni bir donasini o'rganamiz. Qarang, payg'ambar alayhissalomning bir dona hadislari bizni bitta jumamizga yetarli bo'lyapti. Endi payg'ambar alayhissalomning 600 oddiy Imom Buxoriy to'plagan hadislarini 600 ta hadisni o'rganadigan bo'lsak, batariqa ular hayotimiz yetmaydi. Demak, bizdan nima qoldi? Allohga iltijo qilib, ey Robbim, shu ozginagina hadisga amal qilyapman, shuni ko'paytirib mukofotini bergin deb amal qilish qoldi xolos. Ma'ruzalar juda ko'p, da'vatlar juda ko'p, ilmlar juda ko'p, lekin amal yo'q. Amal yo'qligi uchun ham qanaqadir hayotimiz sal u yoqqa, bu yoqqa borib keladi. Qalb to'lmaydi, xotirjam bo'lmaydi, siqilish ko'p. Hamma narsamiz bor, lekin qalb to'lmaydi. Boylik bor, pul bor, uy-joy, mashina, hamma narsa bor, lekin qalb to'lmayotganga o'xshaydi. O'shani to'ldiruvchi hadis bo'ladi. O'shani to'ldiruvchi oyat bo'ladi. O'shalar orqali qalblar to'ladi, qalblar orom oladi. Alloh taolo aytganidek, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ey odamlar, ogoh bo'ling. Yolg'iz va yolg'iz Allohning zikri bilan qalblar orom topadi, xolos, boshqa hech narsa bilan orom topmaydi degan. Hamma narsani olib keling, sizdan da yuqorisini ko'rasizda qalbingiz yana mahzun bo'lib turaveradi. Nimaga undan yaxshirog'i, menda pastroq. Demak, qalb dunyo ishlari bilan hech qachon to'lmaydi. Faqatgina sayyidimiz payg'ambar alayhissalomning hadislari va Alloh taoloning kalomi Qur'on bilan, nasihatlar bilan qalbimiz to'lganini sezamiz. Ungacha qalb to'lmay turaveradi. O'sha qalbimizni to'ldiradigan hadislardan bittasi bugungi mavzuyimiz payg'ambar alayhissalomning hadislaridir. Bu hadis qaysi hadis? Bir kuni sahobalar o'tirishgan edi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning oldiga chiqdilar.
Hamma sahobalar shunday turishganida payg'ambar alayhisolom aytdilarki, ad-dinu nasihatun dedilar. Din bu samimiylikdir. Din bu xolislikdir. Din bu bir-birimizga qilinadigan nasihatdir dedilar. Shunda sahobalar aytishdi: "Qulna liman ya Rasululloh?" Aytishdiki: "Ey Rasululloh, bu samimiylik kimlar uchun bo'ladi? Bu din kimlar uchun qilinadi?" deb so'rashdi. Shunda payg'ambar alayhisolom aytdilarki: "Lillah, Alloh uchun qilinadi. Va li rasulih, rasuli uchun qilinadi. Va li kitabih, kitobi Qur'on uchun qilinadi. Va li a'immatil muslimin, musulmonlarning rahbarlari, imomlari uchun qilinadi. Va ammihim, jamiki ummat uchun qilinadi bu din nasihat qilib" dedilar. Bu hadisni Imom Muslim o'zlarining Sahih Muslimlarida keltirdilar. Mana shu hadisni bugun sharhlaymiz. Bu din qanday dinimiz? Va bu dinni nima uchun o'rganiladi, nima uchun amal qilinadi va nima uchun o'zimizdan keyingilarga yetkaziladi? Bu dinda nima qilib yurimiz o'zi degan savol tug'iladi. Bu din Allohning nazdidagi eng buyuk din. Ya'ni Alloh taolo o'zi aytganidek, "Innad-dina indallohil islam." Allohning nazdida maqbul din islom dinidir. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugun sizlarga diningizni mukammal qildim. "Va atmamtu alaykum ni'mati." Ne'matimni sizlarga tom qilib oxirigacha berdim. "Va raditu lakumul islam dina." Va sizlar uchun islomga rozi bo'laman xolos deyapti. Undan boshqasiga rozi bo'lmayman deyapti. Mana shu dinni endi bir-birimizga yetkazishimiz kerak va o'zimizdan keyingilarga qoldirishimiz kerak, faqat samimiy holatda. O'zimizni taqvodor ko'rsatib, uni gunohkor ko'rsatib, endi sen do'zaxman, jannatiman deb emas. O'zimiz namozxon bo'lib, boshqa bir kishi endi zo'rg'a namoz o'qiyotganda yoki xato qilayotganda xatolarni yuziga aytib tashab, "Sen usan, sen busan, sen munofiqsan, sen kazzobsan, sen busan" deb emas, balki o'zimizni hammadan xor deb, hamma jannati-yu, men do'zax bo'lsam kerak deb o'ylab yashab, o'zimizdan keyinga mana shu dinni shu holatda yetkazib samimiy bo'lishimiz kerak. Samimiylik qanday desa, dag'al, qo'pol, badjahl, og'iz shaloq unday bo'lib emas. Bu din, bu minbar, bu hayot payg'ambar alayhisalom namunalaridek o'tish kerak. Payg'ambar alayhisalom biror marta hech kimni so'kib nasihat qilmaganlar. Payg'ambar alayhisalom biror marta og'izlaridan yomon so'z chiqmagan. Vallohi Allohga qasam, payg'ambar alayhisalom biror bir kishining qalbiga ozor beradigan darajada yomon so'zlarni ishlatmagan. Shunaqa samimiy, shunaqa xulqlari chiroyli bo'lganki, bunga dalil qilib hatto Alloh taolo oyat nozil qilib qo'ydi. Va innaka la'ala xulqin azim. Ey Muhammad alayhisalom, siz buyuk xulqning ustidasiz. Rasulullohning eng katta mo'jizalari biz aytishimiz mumkin. Daraxt yurib kelgani, toshlarni salom bergani, bulut ustilarda yurgani, shu mo'jiza. Lekin Rasulullohning eng katta mo'jizalari bu Qur'on bilan Rasulullohning xulqlari edi. Rasulullohning xulqlari bu mo'jiza edi. Oddiy insonning qo'lidan bu darajada xulq kelmas edi. Oddiy inson bunaqa aziyatlarga, bunaqa jabr sitamlarga, yaqinlardan urilgan pichoqlarga bu darajada samimiylik bilan javob bera olmaydi oddiy inson. Bu mo'jiza edi. Har qanday insonga Rasululloh dinni eng go'zal holatda yetkazar edilar. Qo'pollik qilmas edilar. Nasihatlari ham go'zal bo'lardi, shirin bo'lardi. Rasulullohning oldilarida o'tirgan odam suhbatlariga to'ymas edi. Rasululloh bilan gaplashgan odam dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonlari men bo'lsam kerak deb o'ylab qolardi suhbatdan keyin. Shunaqa Rasululloh muomala qilib, shunaqa go'zal suhbatlashardilar, u zotning suhbatlariga inson to'ymas edi. Qo'pol emas edilar. Bu dinimizni biz qo'polligimiz tufayli yomon ko'rsatib qo'ymasligimiz kerak. Dinimizni bizni xulqimiz yomonligi tufayli boshqalar yomon ko'rib qo'ymasin. Nasihat ham shunaqa bo'ladimi? Og'iz tinmaydi, shaloq, doim so'kib nasihat qiladi, urib nasihat qiladi. Unaqa emas, balki samimiy holatda dinimizni va payg'ambar alayhisalomning sunnatlari, hadislarini eng go'zal holatda yetkazib berishimiz kerak. Shunda din bizdan keyingilarga omonat bo'lib qoladi. Alloh taolo o'zi saqlaydi bu dinni. Biz xizmat qilsak ham, qilmasak ham, nasihat qilsak ham, qiyomatgacha Alloh taolo bu dinni saqlab qo'yadi. Alloh o'zi aytgan: "Va inna lahu lahafizun." Uni biz o'zimiz saqlaymiz qiyomatgacha degan. Hech kim muhtoj emas. Men dinga xizmat qilib turibman, o'shaning uchun din rivojlanyapti degan gapni biz xayollarimizdan chiqarib olishimiz kerak. Men nasihat qilib turibman, o'shanga hamma yaxshi yuribdi degan gaplarni xayolimizdan chiqarishimiz kerak.
Men hammasidan yaxshiman, mendan yaxshisi yo'q degan gaplarni hayolimizdan chiqarishimiz kerak. Chunki bu din agar payg'ambar alayhissalomga muhtoj bo'lganda payg'ambar alayhissalom hozir yashayotgan bo'lardi. Payg'ambar alayhissalom ham o'zlarining ishlarini bajardilar, muddat tugadi, Alloh taolo belgilagan vazifani zo'r bajardilar va Alloh taolo Rafiqul A'loga o'zi oldi. Alloh taolo o'zi imkon berganini bilamiz. Ey Muhammad alayhissalom, sizga ikkita imkoniyat. Xohlang bu dunyoda qoling, xohlang Robbingizning huzuriga qayting. Shuni payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Men ikkinchi variant tanladim dedilarmi? Ikkinchi yo'lni tanladim. Men Allohning huzurini tanladim deb aytdilar. Demak, biz payg'ambar alayhissalomning yo'llarini, payg'ambar alayhissalomning uslublarini, Rasulullohdagi samimiylikni o'zimizga vazifa qilib oladigan bo'lsak, bizdan va bizning muomalamizdan, bizning xulqimizdan, biz yetkazayotgan dindan insonlar uzoqlashib ketmaydi, balki yaqinlashadi. Duppisiz namoz o'qiyotgan bo'lsa, "Ey, sen munofiq bo'lib qolding" demasligimiz kerak. Balki uni fazilatlarini gapirib, "Ey subhanalloh, juda yaxshida masjidga kelgan bo'lsangiz, endi mana bu ishni ham qilinsa undan ham yaxshi bo'ladi" deyiladigan bo'lsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Shunda biz dinimizni chiroyli ko'rsatgan bo'lamiz. Adashib chap oyoq bilan masjidga kirib ketsa, "Ey, sen munofiq bo'lding, chap oyoq bilan kirding" deb emas. Kiradi, o'rganadi, hech kim onasidan bilib tug'ilmagan. Alloh taolo oyatda aytdi: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Alloh sizlarni onalaringizni qornidan hech narsani bilmasligingizni chiqarib oldi deydi. Mana shu oyatdan bizda bir maqol bor. Hech kim onasidan bilib tug'ilmaydi degan. Alloh taolo aytayapti: "Onangizni qornida yotganingizda hech narsani bilmas edingiz. Alloh taolo sizlarni o'sha qorindan chiqarib oldi. Keyin o'rgatdi." Odam alayhissalom ham hech narsani bilmas edilar. Alloh taolo o'zi o'rgatdi, o'zi ta'lim berdi. Va allama Adama al-asma'a kullaha. Alloh o'rgatdi Odam alayhissalomga hamma narsani. Va o'rgatganidan keyin farishtalardan afzal qildi. Biz mana shu narsani bilishimiz kerakki, hamma narsani samimiylik bilan, chiroylilik bilan yetkazishimiz kerak. Qo'pol, dag'al bo'lib, chap oyoq bilan masjidga kirding, munofiq bo'lding, sen namozing namoz emas, duppisiz namoz o'qiding, namozing namoz emas deb emas, balki uni fazilat, yaxshi taraflarini ko'rsatib bersak, inshaalloh yaxshi bo'ladi va ular dinga moyil bo'ladi. Agar biz urinsak ham, chirinsak ham, boshqa ishlarni qilsak ham, Alloh xohlamasa, insonlar hidoyat topolmaydi. Hatto buni biz emas, payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo aytib qo'ygan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinalloh yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhissalom, siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz, balki Alloh xohlaganlar hidoyat topadi. Abu Talib, Rasulullohning amakilari, yo'llarda yurgan, yordam berdi, boshqa bo'ldi, lekin Alloh xohlamadi o'shani iymon kelishini. Oxirgi chog'ida ham hatto iymonsiz o'tib ketdi. Demak, bizning qo'limizda emas bir kishini hidoyat qilish. Bizning qo'limizda faqatgina yetkazish bor xolos. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Rasullarimiz zimmasida illal balagul mubin, faqatgina ochiq, oydin yetkazish bor xolos dedi. Biz ham mana shunday chiroyli holatda yetkazamiz. Va nima uchun yetkazamiz? Mana shu ishimizni kim uchun, nima uchun qilamiz? Ba'zilar dunyo uchun qiladi. Dunyo uchun Qur'on o'qib beradi, dunyo uchun ma'ruza qilib beradi. Alloh saqlasin, agar bizning qalbimizda ham mana shu narsa bo'lsa, insonlarni lol qoldirib qo'yay, insonlar yaxshi desin, u bu narsa bersin, u bu narsa so'rashib qo'ysin biz bilan, chiroyli Qur'on o'qisam, chiroyli ma'ruza qilsam, u bu nasihat qilsam degan qalbdan o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo xor qiladi. U dunyoda xor qilmasligi mumkin, yaxshi yashab o'tib ketishi mumkin, lekin qiyomat kuni biror bir ajr bilan Allohning oldiga bora olmaydi. Alloh taolo aytadi, dunyoda sen odamlar uchun gapirganmiding, bor mukofotini odamlardan ol deydi. Sen dunyoda odamlar uchun Qur'on o'qiganmiding, bor ulardan ol mukofotini. Odamlar uchun ihson qilganmiding, mukofotini ham, jannatni ham ularning qo'lidan ol deydi. Odamlar uni oldiga borilsa mukofot olaman deb, ularni o'zlari jahannamda yotgan bo'ladi. Endi o'shaning uchun biz Alloh uchun qilishimiz kerak nasihatlarni. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalomga sahobalar, "Ya Rasululloh, kim uchun bu dinni nasihati deyishganda, lillah dedilar birinchisi. Allohning roziligi uchun qilinadi dedilar. Ya'ni hamma ishni Allohning roziligi uchun qilinadi, Alloh uchun samimiy bo'linadi, Allohni yaqindan taniladi. Ishlarni bajarishimiz uchun biz birinchi marta buyruq uchun tanib olishimiz kerak. Buyruq uchun tanamasak, Robbimizni tanamasak, biz ibodatlarda lazzat ola olmaymiz. Allohni tanamagunimizcha biz hech qachon ibodatlarda rohatlana olmaymiz.
namozimda xushu yo'q, huzu yo'q, qanaqadir namoz o'qisam hayolimda do'konni hisob kitobi ketaveradi, bola chaqamni ish ketaveradi, ota-onamni hajga umraga jo'natarmikinman degan xayollar ketaveradi. Qanaqa qilsam namozimda xushu, huzu bo'ladi deyilsa javob bitta. Alloh tanilsagina. Alloh tanimagunimizcha bizni xushuyimiz, huzuyimiz, ya'ni qo'rqib o'qishimiz qalbda mujassam bo'lmaydi. Allohni taniganimizdan boshlab, Allohning ismlarini, sifatlarini tanishimizdan boshlab Alloh taologa qilayotgan ibodatimizda lazzat olamiz. Ungacha lazzat ola olmay yuraveramiz. Demak, biz Allohni tanishimiz kerak. Qanday taniymiz? Birinchi navbatda hammamiz yodlagan, bilgan kalima: Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Amantu billah birinchi kalimani qarang. Allohga iymon keltirdim. Biz iymon keltirdik Allohga, to'g'rimi? Allohga iymon keltirilmaguncha qolgan iymonlar qabul bo'lmaydi. Farishtalarga ishonaman, payg'ambarlarga ishonaman, oxirat bor, jannat, do'zax bor, lekin Allohga ishonmayman-da desa, qolgan iymonlar hammasi habada bo'lib ketdi. Birinchi o'rinda Allohga bo'lgan iymon turadi. Allohga bo'lgan iymon bo'lsagina qolgan iymonlar qabul qilinadi, qolgan amallar qabul qilinadi. Demak, biz birinchi navbatda Allohga iymon keltirgan bo'lishimiz kerak. Alhamdulillah, bu joyda iymon keltirgan mu'minlar o'tiribmiz. Iymon keltirganimiz uchun ham Allohning baytiga keldik. Namozga, jumaga keldik. Demak, birinchi ish bajarildi. Endi keyingi ishga o'tiladi. Nima deyilsa, Allohni taniladi. Ismlarini, sifatlarini, Allohning birligini. Alloh yagonada, boshqa iloh yo'q. Bir va bor. Alloh taolo bor. Yo'q emas, Alloh taolo albatta bor. Faqatgina Alloh taolo bizga ko'rinmagan holatda biz unga iymon keltirishimizni xohlaydi. Yahudiylar aytishgan edi: "Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahra." Ey Musa, biz senga hatto Allohni bizga ko'rsatmaguncha iymon keltirmaymiz deydi. Haddan oshib ketishdi. Endi payg'ambar alayhisolamning ummatlari biz nima deymiz? Payg'ambar alayhisolamga qanday iymon keltiramiz? Biz Allohni ko'rmasdan turib iymon keltiramiz. Uni birligiga, borligiga iymon keltiramiz. Eng go'zal ismlar uniki. Ya'ni Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, hamma ismlar Allohniki, hech kimniki emas. Eng go'zal sifatlar uniki. Ya'ni bizni yaratgan Alloh, hech kim emas. Rizqimizni beruvchi Alloh, do'konimiz, o'zimiz qobiliyatimiz emas. Qanaqadir akalarimiz, yaqinlarimiz emas. Demak, rizqimizni beruvchi ham Alloh. O'shaning uchun uni Razzoq sifati bor. O'shanday tanishimiz kerak. Alloh taolo bizni yaratdi, bizni yashatdi va bizni o'ldiradi va qiyomat kuni qayta tiriltiradigan va hisob kitob qilib jannatga yoki jahannamga soladigan ham Alloh taolo. Qiyomat kuni hukm ham Alloh taoloniki, dunyoyimizdagi hamma ishlar ham Allohniki. Lillahi mulkus samawati val ard. Osmonlar, yer hammasi Allohniki. Ularning orasidagi barcha narsa Allohniki. Demak, biz ana shunday Allohni tanib borganimiz sari, hammasi Allohdan ekanligini bilganimiz sari o'zimizni o'tga, cho'qqa uravermaymiz hali. Shunda huzu, xushu qalbga joylashib boradi. Dunyo hayoti o'tkinchiligini, 60 yildan keyin o'tib ketishimizni va Allohning oldida qoyim turishimizni his qilib yashaymizda, shundan keyin hamma hisob kitobga Allohning oldida javob berishimizni bilib, qalbimizda qo'rqib namoz o'qiymiz. Bo'lmasa, bo'dag'aylab masjidga kirib keladi, katta-katta olib, bundoq qilib, xuddi bu narsani qoyillatib qo'ygandek, pul bilan mashinadan boshqa hech narsa yo'q. Allohning nazdida agar Alloh bizni sariq chaqaga olmagan bo'lsa, milliardlar borib turib to'plasak ham Alloh taolo bizni nazdiga olmaydigan bo'lsa, u eng yomon holat. Alloh taolo yaxshi ko'rib qolsa, kambag'al, jim, oddiy, kichkina kiyimlarni kiyib, sodda yuradigan bo'lsa ham, u Allohning nazdida eng buyugi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom xokisorliklari, sahobalarning xokisorligi, mu'minlarning xokisorligi bizda ham mujassamlashgani sari biz xokisorlashamiz. Dag'allashib ketmaymiz, qo'pollashib ketmaymiz. Sen nimani bilasan, men bilaman hamma narsani demaymiz. Chunki biz bilamiz Allohning nazdida hech kim emasmiz. Umar roziyallohu anhu endi xalifa bo'lganlarda sahobalar "Ya amiral mu'minin" deydi. Umar roziyallohu anhu titrab ketdi. "Nima deyapsan?" dedi. "Amiral mu'minin, mu'minlarni amir deyapman" dedilar. "Kim senga u maqomni men tomonga aytishga ruxsat berdi?" "Men oddiy Umarman, xolos" dedilar. Keyin atrofdagilar "Ey amiral mu'minin, sizni shunaqa deb chaqirsak, ko'pchilikka malol kelmaydi. Umar deb chaqirish yoshlarga, kattalarga sal anglashilmovchilik bo'lib qoladi" deyilgandan keyingina ruxsat berdilar. Bu taqvo bo'ladi. O'zlariga o'zlar nimadir tayinlab olib, "Ey men uman, ey men buman"
Men u yoqqa borib keldim, mana shunaqa atab chaqirishingiz kerak. Nima shuncha rasxod qilib hajga borib keldim, nimaga meni hoji aka demaysizlar? deydigan bo'lsak, xabada bo'lib ketdik hammasi. Men shuncha Qur'on o'qidim, nimaga meni qora aka demaysizlar? deydigan bo'lsa, xabada bo'lib ketdik hammasi. Mana hamma qora aka deydi, nimaga siz meni qora aka demayapsiz desa, Alloh taolo qiynalib o'qigan Qur'onlarni xabada qo'yadi. Chunki insonlarning yuzi roziligi qarsagi uchun bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun biz faqat Allohning roziligi uchun talpinsak, xokisorlansak, o'zimizni past oladigan bo'lsak, Qur'onda nima deb maqtadi? Va ibadur rohmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Allohni shunaqa yaxshi ko'rgan bandalari bor, yer yuzida xokisorlik bilan yuradilar. Oshib toshib qaynab ketayotgan bo'lsa ham, xokisorlikni o'zlariga lozim tutadilar. Ularning mol dunyo, pul, mashina, uy-joy o'zgartirmaydi. Tug'ilganda qanday xarakterda bo'lsalar, o'layotganda ham ana shunday xarakter bilan o'lib ketishadi. Demak, ular abiddan keyin o'zgarib qolishmaydi. Ana shunday yashashadi, ana shunday istiqomat qilishadi va Allohning huzuriga ana shunday yuz bilan borishadi. Demak, biz Allohni tanishimiz. Shunday tanishimiz kerakki, taniganimizdan keyin Allohga ko'proq tasbih aytishimiz kerak. Shunday tasbihlarni aytishimiz kerakki, u tasbihlar qiyomat kuni foydamizga qalashtirib hujjatlar, foydalar, bizga mukofotlarni olib keladi. Tasbih bu Allohni hamma ayb va nuqsonlardan poklab yod etish, ya'ni subhanalloh deyish. Payg'ambar alayhisalom aytadilar-da: "Ahabbul kalami ilalloh subhanallohi bihamdihi." Har qanday so'z olib keling, Alloh taologa eng mahbubi subhanalloh degan kalima. Alloh shunaqa quvonar ekan, u kalimani aytsak. U kalimani gapirganimizda Alloh shunaqa sevinar ekanki, uni misoli yo'q Allohni sevintirish. Har kuni 100 martadan sevintirsakchi Allohni. 100 marta subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb qo'ysak, Alloh 100 marta xursand bo'ladi. Ahabbu ilalloh deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Allohga eng mahbub so'z subhanalloh kalimasi va alhamdulillah kalimasi. Subhanalloh va bihamdih kalimasi hamma narsadan Allohga mahbub dedilar. Va yana bir gap aytdilar payg'ambar alayhisalom. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar kalimasi deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Quyosh nuri tushgan hamma narsadan men uchun yaxshi dedilar. Biz 1 so'm 2 so'm qilamiz deb yashaymiz. Next'ni jentla qilamiz deb yashaymiz. Bir qavat 2 qavat qilib hayotimizni o'tkazamiz. Nari borsa bitta uy, bitta mashina, chiroyli kiyim, shular uchun yashaymiz. Lekin Rasululloh aytayaptilar, subhanalloh kalimasi uy, mashina, kiyim-kechak emas, dunyoni yer yuzidan yaxshi men uchun deyaptilar. Yer yuzini hamma yo'q uchasiga qura olmaymizmi? Yer yuzidan menga subhanalloh kalimasi afzalroq, mahbubroq deyaptilar. Quyosh nuri tekkan hamma narsa borki, Allohning subhanalloh degan kalimasi men uchun mahbub ulardan deyaptilar. Ko'p aytishimiz kerak, tinmasligimiz kerak subhanalloh. Qiyomat kuni biz subhanalloh aytish uchun Allohga iltijo qilib yolvoramiz. Ey Alloh, dunyo hayotimga qaytar. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Bir soniyaga bo'lsa dunyo hayotimga qaytar. Bir marta subhanalloh deb kelay. Nimaga unaqa deymiz? Subhanallohga beriladigan mukofot ko'pligidan qiyomat kuni. Jannatga kirilganda subhanallohning mukofoti ko'pligidan qaytar bir marta subhanalloh deb olay, deb iltijo qilib yolvoramiz. Lekin Alloh taolo muhlatni bermaydi, imkonni bermaydi. To'xtadi dunyo hayoti deydi. Endi hisob kitob deydi. Bizni oldimizdan milliard subhanalloh deb aytgan odamlar o'tib ketadi mukofotlar bilan. Ularning qasrlarini, jannatlarini ko'ramizda, biz kichkinagina qasrimizni ko'ramiz. Jannatga kirib olsak. Million subhanalloh aytganlar. Allohni poklab yod etganlar. Subhanalloh, subhanalloh deb yashaganlar o'tib ketadi. Ularni ko'rib havas qilamizda, ey Alloh, meni ham qayta shu qasr bitta subhanalloh deganga berilar ekan. Men bir marta aytib kelay shu qasr uchun. Mana bu daraxtlar, mana bu noz ne'matlar bir marta subhanalloh degan banda uchun berilar ekan. Men shu subhanalloh aytib kelay deyish uchun borimizni, hatto ota-onamizni qurbon qilamiz o'sha kuni. Ota-onamni ol, farzandlarimni ol, butun boyligimni ol. Faqatgina bir marta subhanalloh deb kelay deyish uchun biz Allohga iltijo qilamiz. Lekin Alloh imkon bermaydi. Lekin hozir nima to'sib turibdi bizni? Kuniga 100 marta subhanalloh aytishdan, namozdan keyin tapir qilib chiqib ketmasdan 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar, 99 ta 100-chisi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deyilsa payg'ambar alayhisalom dengizni ko'pigichalik gunohi bo'lsa kechiriladi dedilar.
Lekin ko'chadagi 100 so'm pul biz uchun shu Allohning mukofotidan afzalmi? Qiyomatda qasr beraman, "Hoy, biznesmenlar" deyaptilar. "Hoy, tadbirkor" deyaptilar bizga qarab. Alloh taolo aytayapti, payg'ambar alayhisalom aytayaptilar. Alloh gunohingiz dengizi ko'pigichalik bo'lsa ham kechirib yuboradi deyaptilar, lekin biz o'sha kimgadir telefonga javob berish uchun chiqib ketamiz. Lekin o'sha odam arzirmikin? Subhanalloh aytib o'tiradi, chap qo'lda telefonni o'ynab o'tiradi. Arzirmikin? Xushu-xuzu qachon joyiga keladi bunaqa bo'ladigan bo'lsa? Telegramda video ko'rib, ovozini pasaytirib, subhanalloh aytishda Allohga qanday foydasi bor? Alloh taolo bizni qalbimiz bilan aytadigan subhanallohimizni yaxshi ko'radi. Tilimiz bilan gapirgan subhanallohimizni yaxshi ko'radi. Qalbimizda ana shunday subhanalloh chiqsa, vujudimiz yonayotganini his qilamiz. Alloh bizni qabul qilayotganini his qilamiz. Biz subhanallohni dunyo ne'mati uchun aytmaymiz, Allohning roziligi uchun aytamiz. Mayli ozgina qambag'al bo'lib yasharmiz, boshqa bo'lib yasharmiz, lekin jannatdagi mukofoti o'ta katta bo'ladi. Shu darajada katta bo'ladiki, uni mukofotini qiyoslab bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Biz qiyomat kuni tarozimiz og'ir bo'lishini xohlaymiz, to'g'rimi? Faman faqulat mawazinuhu, kimning tarozisi og'ir bo'lsa, fa huwa fi 'ayshatir radiyah. U rozi bo'luvchi hayotga, jannatga kiradi dedilar. Alloh taolo shunaqa dedi. Payg'ambar alayhisalom hadislarda aytganlar. Al-Qoriya surasida Alloh taolo ana shunday deb qo'ydi. Demak, qiyomat kuni tarozisi og'ir bo'lganlar jannatga kirishadi. Bizning g'amimiz demak tarozi og'ir bo'lishi ekan. Payg'ambar alayhisalomning bitta hadislari bor. Tarozini og'ir qilib yuboradigan hadislari bor. Rosa ko'p amallarimiz bilan borsakda tarozimizni pallasiga nimadir gram yetmay tursa, o'sha kuni alam qiladi. Bir marta o'sha tasbih aytib kelsam bo'lar ekan deymiz. Bir marta aytib kelganimda Alloh taolo hozir men tarozimni og'irlashtirib jannatda payg'ambar alayhisalom bilan qo'shni qilib qo'yar deya afsus deymiz. Jannatiylar afsus qiladimi? Ulamolar aytishadi, bitta joyda afsus qilishadi jannatiylar. Ko'proq zikr qilishmaganiga afsus qilishadi. Jannatga kirib mukofotlarni ko'rgandan keyin zikr ko'p qilgan, subhanalloh ko'p aytgan mu'minlarning mukofotini ko'rib, men ham ko'p zikr qilman mana deb afsus qilishar ekanda jannatda. Boshqa ne'matlar turibdi, lekin subhanallohga aytilgan ne'matni ko'rib, subhanalloh ko'paytirib kelman mana deb afsus qilinadi. Qiyomat kun tarozi bosmay turganda, payg'ambar alayhisolamning o'sha o'rgatgan hadislarni aytman mana afsus deb afsus qilinadi. Aytishimiz kerak. U qaysi kalima? Payg'ambar alayhisolam aytdilar: "Al-kalimatan habibatan lir-Rahman, kalimatan habibatan lir-Rahman, thaqilatan fil mizan, khafifatan lil-lisan." Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, ikkita kalima bor ey ummat, o'shani yodlab oling dedilar. U Allohga yoqimli kalima. Biror kalima Allohga uncha yoqimli emas va tarozini qiyomat kuni og'ir qiladigan kalima. Gunohlar ko'p bo'lib turganda o'sha kalimani shunda qo'yib qo'ysa farishtalar tarozini bosib sindirib yuboradi. Va hafifatan lil-lisan, til uchun eng yengil kalima. Qaysi? Subhanallohi bihamdihi, subhanallohil azim. Shu kuniga 100 marta aytib qo'ysa bo'ldi. 100 marta aytib qo'yilsa, qiyomat kuni bosib ketadi. Kuniga 100 marta, svetoforda 20 soniya qizilda to'xtab turganda ham 20 dona subhanalloh. Yo'lda ketayotganda, mashta kelayotganda, ishxonaga ketayotganda subhanalloh, subhanalloh. Har bir o'rinda, bolalarni bog'chaga tashlayotganda, maktabga tashlayotganda subhanalloh. Ota-onani ko'rgan ketayotganda subhanalloh, subhanalloh. Shularni aytib ketilsa, qiyomat kuni tarozi shunaqa og'ir bo'ladi. Ozgina go'sht bermas, lekin qiyomat kuni shunaqa mukofot ko'p bo'ladi, uni biz darajasini hisoblay olmaymiz. Shu darajada katta mukofot beradi Alloh taolo. Shu darajada ulug' mukofot beradiki, qiyomat kuni roziman, har bir aytgan kalimamga roziman ey Alloh. Shu mukofot uchun hammasiga yana ham ko'proq aytsam bo'lar ekan deymiz. Nima uchun bu gaplarni aytayapmiz? Chunki subhanalloh degan bandani Alloh aziz qiladi. Biz hadislarni o'rgandik. Payg'ambar alayhisalom kim 100 marta kuniga subhanallohni aytsa, dengiz ko'pigichalik gunohi bo'lsa ham Alloh taolo kechiradi dedilar. Xatolarni Alloh taolo o'chiradi dedilar. Bizga shu kerak emasmi o'z aslida? Ramazonda yig'ladikki, la ilaha illalloh, ey Alloh sendan o'zga iloh yo'q. Nastag'firulloh, bizni gunohlarimizni kechir. Nas'alukal janna, sendan jannatingni so'raymiz. Va na'uzuka minan nar, sendan jahannamingdan panoh so'raymiz deb yig'lab bir oy aytdik. Shu so'zlarning ma'nosi sendan o'zga iloh yo'q, sendan jannatingni so'raymiz, jahannamingdan panoh so'raymiz. Bizni gunohlarimizni kechir deb yig'ladik Ramazonda.
Payg'ambar alayhisalom nima deyaptilar? Ramazondan tashqari ham subhanalloh deng, Alloh xatolaringizni kechirib yuboradi deyaptilar. Mana bizga biznesni qiyomatga, jannatga eng zo'r yo'li. Kim subhanalloh aytsa, Alloh taolo darajasini ulug' qiladi. Bunga bir voqeani dalil qilamiz. Payg'ambar alayhisalom davrlaridan emas, sahobalardan emas, ulardan keyingi tobiinlardan ham emas, taba tobiinlarning hayotidan bir kishini misol qilamiz. Payg'ambarimiz aytsak, ayni Rasulullohda u deyishimiz mumkin. Sahobalarni aytsak, Rasulullohni ko'rib yashashganda deyishimiz mumkin. Lekin biz taba tobiinlardan bir insonning hayotini zikr qilamiz. O'sha insonning hayoti biz uchun hayotimizni subhanalloh ko'paytirishga, Allohning ismini ko'proq zikr qilishga undaydi. Bishr Xofiy hammamiz bilamiz. Allohning valilaridan bitta valisi. Bishr Xofiy rahmatulloh alayh. Xofiy degani o'zi yalangoyoq degani. U kishini bu laqabni olishlariga bir hikmat bor. Shunaqa boy bo'lganlar, pullari ko'p bo'lgan, shu darajada ko'p bo'lganki, ayshi ishratga haligi islom diniga mukammal bo'lishlaridan oldin juda qabohatda yashaganlar-da. Ibrat uchun aytamiz. Ichimliklarni, aroq, xamir ularni orqasini uzmasdan ichardilar. Shu darajada ichardilarki, ertalab ketib, kechasi o'sha ertalabga yaqin kelib, yana ertalab ketadigan. Shunaqa ichardiki, ba'zi bolalar bor, o'zi ichgani yetmay, oshnalariga ham ulfatchilik qilib beradi. O'zini gunohi yetmayapti, boshqalarning ham gunohiga ish qilib ulfatchilik qilib beradi. Masjidga, unga bunga desangiz yo'q deydi, lekin oshnalariga 1 million, 2 million dasturxon qilib beraveradi. Muboh bo'lsa yaxshi, xayrli osh, boshqa narsa bo'lsa yaxshi, lekin gunoh, ichkilik, kalyan, boshqa narsalarga mardlik qilib to'laveradi. Men kalyaningizga to'layman, pivangizga to'layman, arog'ingizga to'layman, sigaretingiz mana men cheking deb uni ham gunohini oladi. Qiyomat kuni shunaqa afsuslanadi bu narsaga. Lam attaghiz fulanan khalila. Shu falonchini do'st tutmasam bo'lar ekan deb afsus qiladi. O'shanga ehtiyot bo'ling, ey yigitlar. Shu Bishr Xofiy ham xuddi shunaqa edilar. O'zlarini ichganlari yetmaganday, mayxonaga borib butun may ichadiganlarni hammasini har kuni to'lov qilib to'lardilar. Biznes zo'r bo'lgan, pul ko'p bo'lgan, kelib hammanikini to'lab olardilar har kuni. U hamma yaxshi ko'rardi. Kim yaxshi ko'rmaydi maishat qilib beradigan? Fosiq bo'lsa ham yaxshi ko'radi. Lekin namozxon oddiy bo'lsa yomon ko'radi. Lekin mashinasi bo'lsa, fosiq bo'lsa, benamoz bo'lsa ham yaxshi ko'rib, urib borib har kun telefon qilib, "Oshna yaxshimisiz?" deb so'rab, hol-ahvol so'rab qo'yadi. Lekin qambag'al oshnasidan umuman hol-ahvol ham so'ramaydi, namozxon bo'lsa ham. Bishr Xofiy ham xuddi shunaqa edilar. Hammaga pul to'lagan, ichgan, uyga kelib kamiga onasini urardi kaltaklab. Xotinini ham emas, onasini urardi, singlisini urardi. Shu odam yo'lda mast holatda bir kun ketayotganda ko'pchilik eshitgan bu voqeani. Yomg'ir yog'ayotgan, yo'lda ketayotgan bir qog'ozni ko'rib qoladi. Bu sahih rivoyat, bu yolg'on emas, hayotda bo'lgan voqea. O'sha qog'ozni olsa, Bismillahirrohmanirrohim deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Oladi, qo'rqib ketadi, oyoq qo'li qaltirab ketadi. Mo'min, lekin fosiq mo'min edi o'shanda. Bizda ham borki, mo'minman deydi, jumaga ham keladi, aroq ham ichib qo'yaveradi. Kalyan ham chekib qo'yaveradi. Karta qimorni ham o'ynab qo'yaveradi. Qizig'i yo'qda, uni fosiq deyiladi. Endi o'sha kishi ham xuddi shunaqa edilar. Mo'min edilar-ku, lekin namoz o'qimasdilar, jaholatda yurardilar. O'sha qog'ozni oldilarda artdilar, uyga borib quritdilar uni. Keyin unga xushbo'yliklarni sepib yuqoriga olib qo'ydilar. Buni kinosini ham ko'rganlar bo'lishi mumkin. Kinosini ham ishlangan. Yuqoriga olib qo'ydilar va uxladilar va ertasi kuni yana mayxonaga qarab ketdilar. U kishining mahallalarida bir vali zot bor edi. U tush ko'radi o'sha kuni. Unga nido qilinadi. Bishrga borib ayt. U bizni ismimizni oliy qilgani uchun biz uni ismini oliy qilamiz qiyomatgacha. Bir marta yerdagi qog'ozni o'p qo'ygani uchun Alloh taolo unga mukofot beryapti dunyo hayotida. U bizni ismimizni oliy qilgani uchun uni ismini qiyomatgacha oliy qilamiz. Hamma eslab yuradi. Eslab o'tiribmizmi? 15 asr, 14 asrdan keyin ham Bishr Xofiyda o'tiribmizmi? Ichgan odamni biz o'zimizga kumir qilib eslayapmiz. Nimaga? Allohning ismini aziz qildilar. Alloh u kishining ismlarini qiyomatgacha aziz qilib qo'ydi, qarang. 14 asrgacha kimning ismi yetib keladi? Bishr Xofiyning ismi va amali biz uchun namuna bo'lib yetib kelyapti. Alloh qilyapti buni. Bizni ismimizni xushbo'y qildi, uni ismini insonlarning qalbida xushbo'ylantiramiz. Ichgan odam yomon ko'rardik-ku, lekin nimaga bu kishini yaxshi ko'ryapmiz? Qalbimizga hech kim qalbiga hozir Bishr Xofiy yomon odam degan gap kelmayapti. Ichgan desak ham bu yaxshi odam baribir deb qalbimiz qanaqadir undayapti. Chunki Alloh bir bandani yaxshi ko'rib qolsa, hammani qalbiga muhabbatli qilib qo'yadi. Bir bandani yomon ko'rsa, u ming olim, qori, u yaxshi inson bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham
Puldor bo'lsa ham Alloh taolo yomon ko'rsatib qo'yaveradi. Qalbida nafrat turaveradi. O'sha kishini ismlarini Alloh taolo oliy qilaman dedi. U bizni ismimizni ulug'lagani uchun uni ismini qiyomatgacha ulug'laymiz dedi. Va u kishi bordilar. Olim zot. Bishr Xofiy mayxonada yana ichib, hammaga maishat qilib berib o'tirgan edi. Chaqirdilar. Hech kim chiqmadi, bitta joriya chiqdi-da, ha desa, Bishr chaqirdi, chiqmaydi u dedi. Bo'lmasa aytib qo'y. Unga vaqt yetib kelganini aytib qo'y. Alloh taolo uni kutayotganini va uni ismini aziz qilishligini aytib qo'y. Dedi, ketdi, bo'ldi, boshqa gap gapirmadi. Joriya keldi, sizni bir kishi so'radi dedi Bishrga qarab. Kim so'radi? Tanimayman, bir nuroniy odam aytdiki, Allohga qaytish vaqti kelgan ekan. Ibodatga qaytish vaqti kelgan ekan. Bu zulmatda yashash vaqti tugagan ekan. Alloh sizni kutib turgan ekan. Alloh sizni ismingizni oliy qilar ekan, kecha siz Allohning ismini oliy qilganingiz uchun dedi joriya. O'zi o'sha joyda xizmat qilib yuradigan bitta ofitsanka edi ham. Betafq edi, lekin bu gaplarni tilidan shunaqa chiroyli chiqardi, Alloh taolo chiqartirib qo'ydi. Uni hidoyati kelishi uchun fosiq qo'li bilan Alloh taolo to'g'rilab qo'ydi. Qarang. Endi Xofiy deyishligi nima endi sabab desa, oyoqlarini yechib o'tirgan ekanlar, kovushlarni. Haligini eshitgandan keyin qalbga shunaqa nur kelibdi. Bizda ham böyle bitta ma'ruzani eshitib qalbga shunaqa nur kelib ketadi, bo'ldi, endi namoz o'qiyman. Endi sigaret chekmayman. Qiyomat kuni bu tutunlar jahannam tutunlari bilan aralashib ketib qolmasin. Qiyomat kuni Alloh ichimni, ichak chavoqlarimni jahannamda kuydirmasin, sigaret chekkan, nasha chekkan, aroq ichgan, kalyan tutatgan bu narsalarni qiyomat kuni o'sha qorong'u xonalarga tiqib yubormasin jahannamda ham. Bu dunyoda qanaqa nurda yashalsa, jannatda nurda yashaladi. Bu dunyoda zulmatda, ichkilikda, qimorda, harom ishlarda yashalsa, jahannamda mana shunday harom joylarda yashaladi. O'shalardan to'xtaladi-da, qanaqadir qalbga shunaqa muhabbat keladi. U kishi ham ichib turgan, chekib turgan joylarda qalblariga shunaqa muhabbat keldi. O'sha joyda kovushlarni kiymay yalang'oyoq holatda yugurlab chiqib ketdilar. Odamlar ko'rdi, "O, yalang'oyoqlanmasdan kovushingni kiyib oy" dedi. O'shanga u kishi Xofiy degan, yalang'oyoq degan, Bishr Xofiy degan laqab oldilar. Chiqib ketdilarda, shu qaytib mayxonaga ham qadam qo'ymadilar, boshqa yoqqa ham qadam qo'ymadilar, hech narsaga qadam qo'ymadilar. Tavba qildilar va ismlari hozirgacha aziz bo'lib keldi. Nima qildilar? Bir dona ish qildilar xolos, Allohning ismini yuqoriga olib qo'ydilar. Hozir Qur'on yerga qo'yib o'qiyapti-yu ba'zilar. Telefonni otib yuboryapti-yu ba'zilar. Misol uchun, ustida Qur'on tursa ham. Yoki uyda Qur'on bor joyda uxlab yuboryapti. Ulamolar Qur'on bor joyda uxlamagan hatto. Behurmatlik bo'ladi deb. U kishi Allohning ismini bitta yozilgan yozuvni tepaga olib qo'yganlar uchun Alloh u kishini shunaqa aziz qildi, misli ko'rilmagan darajada azizlik berdi. Va shu kishi Madinaga borib ilm tarqatib, shunaqa bir taqvodor ilm egasi bo'lib ketdilar. Atroflarga juda ko'p odamlarni yig'ib o'tirganlarida bir odam keldi, jahli chiqib. U odam mayxonaning egasi edi. Eng katta klient yo'qolib qoldi-da. Ba'zi mayxonachilar shunaqa bo'ladi, zo'r klient tavba qilsa yuragi siqiladi. Zo'r oshnasi puldor tarqatib, hammaga maishat qilib turgan oshnasi birdaniga tavba qilib, iymonga kelib, namozxon bo'lib, ular bilan aralashmasa yuragi siqilib, chiroyli yuruvdik kalyanxonada chekib, tavba qildi-yu biz ishlar yurishmay qoldi-da endi. Endi kim mashinasini oldida o'tiramiz, kim bilan kalyan chekamiz, kim shotni to'laydi endi deb tavba qilganda yuragi siqiladi u fosiqqa. Fosiqda u. U mayxonaning egasini ham qalbi siqilib ketdi. Bir chiroyli klientlarni boqib turuvdi, hammaga to'lab turuvdi. U ketdi-yu mayxona ham dabdala bo'lib bankrot bo'ldi deb uni izlab boradi. Izlab bormaydi, ish bilan borganda Bishr Xofiyni ko'rib qoladi. Hammaga dars berib, katta olim, taqvodor bo'lib ketganini ko'radi-da, endi sindirish kerak-ku. Fosiq odam shunaqa bo'ladi-da, mu'minlarning qalbini sindirib yuradi. Kecha kim edingsan deydi. Kecha chekib yuruvding-ku deydi. Endi namozxon bo'lib qoldingmi deydi. Kecha bir dabdala bo'lib yuruvding-ku, endi umraga borib, hajga bir odam bo'lib qoldim deb ermak qiladi. O'tmish qiziqtirmasin. Siz kelajagingiz haqida o'ylang. Nima bo'ladi siz kelajagingiz? Buni-ku kelajagi to'g'rilanibdi. O'tmishini Alloh taolo xohlasa kechirib yuboradi. O'tmish kechirilishiga Allohning ismini aziz qilish kerak-da. Bishr Xofiyning oldiga ham bordi-da o'sha odam. Yuragi siqilib ketar ekanda, fosiq qilindi. Shu sindirmasa bo'lmas ekanda mu'minlarning qalbini. Qora aka, hoji aka, falonchi mulla, ana olim qori kelyaptilar deb 10-15 tasi ustidan kulib o'tiradi, mazah qilib o'tiradi. Ermak qiladi, namozxon keldilar, taqvodor keldilar deydi. Haligi sinadimi qalb? Agar o'sha joyda yana gunohga qaytib ketsa, hamma gunohini zimmasiga oladi gapirgan odam. Endi Bishr Xofiyni ham sindirish uchun, hammani oldida izza qilish uchun
meni klientlarimni yo'q qildingmi, men ham sen obro'yingni tushiraman deb bordida Bishr Xofiyga olibda gap gapirdi. Bizda ham olibda gaplar bor. Qora aka, men unga nima deysiz? Endi siz ham qora kelib qoldingiz deb olibda gap gapiradi. Bishr Xofiyga ham xuddi shunaqa olibda gap gapirgan. Hammaga dars o'tiribdilar, 100-200 lab odam bor. Juda u joyda obro'lar baland. Keyin haligi odam aytdiki, bir savol bor-da dedi. Bishr Xofiy tanidilar u odamni. Mayli bemalol dedilar. Halimlik bilan. Shu maylani ichib, qumorlarni o'ynab, hammaga aysh-ishrat qilib, o'zicha tavba qilib olgan odam haqida nima deysiz dedi. O'zlariga uryapti. Olifta gap bilan. Hamma qarab turibdi. Shu gunohkor onasini urgan, singlisini urgan, aroqqa mukkasidan ketgan bir iflos odam haqida nima deysiz deganda javob qarang. Men u odam haqida hech narsa demayman, lekin biz undan-da beshbattar bo'lganmiz deydi. O'zini o'zi nafs sindirish bu. Ya biz qoraxonmizda alhamdulillah yaxshimizda, bizdan yaxshisi yo'qdi deyilmadi u joyda. İflos ekanda u odam deyilmadi. Uni qo'y. Men undan beshbattar bo'lganman. Undan da yomon bo'lganman. Lekin Alloh tavfiq berdi. Alloh senga ham tavfiq bersin iloyim deb muloyimlik bilan gapirdilar. U odamning qalbiga shunday hidoyat kirdiki, u odam o'sha joyga o'zida tavba qilib yordi-da. Agar qalbga amal kirsa, gap shunaqa ta'sirli bo'lib o'tib ketadi, baqchaqir qilish shart emas. Razil, ahmoq deb so'kish shart emas ma'ruzada. Bu minbar, bu minbarda so'kong'ich gaplarni gapirmaslik kerak, xiyonat bo'ladi. Rasulullohning joylari bu. Bu minbarlar hammasi Rasulullohdan meros. Unda Rasulullohga o'xshab viqor bilan, Rasulullohga o'xshab ilmiy bilan, Rasulullohga o'xshab hikmat bilan, Rasulullohga o'xshab hammaga qalbiga yoqadigan qilib, jannat, jahannam hammasini birday qilib, insonlarning ustidan kulmay, mazax qilmay, "Ey sen iflossan, sen usan" demasdan chiroyli gapirilishligi bu omonat. Kim shu omonatga xiyonat qilsa, qiyomat kuni uni obro'siga, martabasiga Alloh taolo qaramaydi. Minglab odamlar unga ixlos qilayotgan bo'lsa ham Alloh taolo unga qaramaydi. Seni yuzingga, tashqingga qarab Alloh odamlar muxlis bo'lgan edi. Lekin qalbingni razilligini men bilardim deydi Alloh. Bugun endi hamma razilliging uchun javob berasan deydi. O'shaning uchun biz bir kishiga nasihat qilayotganda, bir kishiga Allohning zikrini eslatayotganda, faqatgina Allohning roziligi uchun muloyimlik bilan qabul qilsa qildi, qabul qilmasa mayli endi Alloh taolo xohlamadi deb ketaverish kerak. Jahl qilib, o'sh qilib, do'qirib, "Ey sen usan, busan" demasligimiz kerak. Chunki Rasululloh hatto mushriklarga unaqa demadilar. Kofirlarga unaqa demadilar. U qalbi bilan qilyaptimi, tashqisi bilan qilyaptimi bizning ishimiz emas. Biz faqatgina yetkazish, faqatgina insonlarni chaqirish va insonlarni chiroyli holatda ibodat qilishlari uchun. Qiyomat kuni afsus qilmasligimiz uchun ko'proq subhanalloh deyishimiz kerak. Ko'proq aytishimiz kerak. Ko'proq aytganimizda darajamiz ko'p bo'ladi. Endi yana Allohning kitobi Qur'on. Qur'onni ham Allohning roziligi uchun. Alloh taoloni vajhi qiyomat kuni beradigan mukofotlari bor. O'shaning uchun o'qib unga amal qilishimiz kerak. Shu amal qilganimiz sari shunaqa mukofot beradi Alloh. O'shaning uchun farzandlarimiz ham qori bo'lsa qiyomat kuni shunaqa Alloh taolo mukofot beradi. Hatto qoriga aytadi, "O'qi, ko'tarilgan joyinggacha seni manziling" deydi Alloh. O'sha kuni yana bitta oyat qo'shib qo'ysam bo'lar ekan shunga. Shu oxirgi zinaga chiqarkan mana yarimda qolib ketdim demasligimiz uchun Qur'onga ko'p harakat qilishimiz kerak. Agar farzandimiz qori bo'lsa, olim bo'lsa, bu dunyodagi mayli rahmatini qo'ying, mehrobda o'tganda orqadagi xursandchilikni qo'ying. Qiyomat kuni hammani oldida Alloh taolo payg'ambarlarning oldida falonchini qorini ota-onasi kim deydi. Hamma turibdi. Ibrohim alayhisalom, Nuh alayhisalom, Muhammad alayhisalomlar turishibdi. Abu Bakr, Umarlar turishibdi. Farzandini qori qilgan ota-ona bizda deb chiqib keladi. Farishtalarga aytadiki, bunga toj kiydiring deydi. Payg'ambar alayhisalom mana shuni aytadilar. U tojni yorug'ligi, nuri sizni quyoshingizning nuridan yorug' deydilar. Hozir chiqib quyoshga qarang-da, ko'zni qamashtirib 5 soniyada yog'iga o'tkazdirmaydi. 5 soniyada ko'zlarini toliqtirib yoradi uni nuri kuchliligidan. Endi qiyomat kuni farzandini qori olim qilgan, Qur'onga amal qilib o'qigan, uni ichidagi ma'nolari bilan tushungan farzandning ota-onasiga shu quyoshimizdan da yorug'roq nurli tojlarni kiydiriladi. Unga payg'ambarlar, siddiqlar, odamlar havas qilib o'tirishadi. Qur'onni yomonlamay, qorilarni yomonlamay, ilm ahillarni yomonlamay, u qorimi iflos, bu olimni yaramas, bu imom orqasida namoz o'qib bo'lmaydi, bu fosiq, bu fojir demasdan shu qorilarga ixlos qilib, olimlarga ixlos qilib,
mayli gunoh bo'lsa o'ziga, men Qur'onini hurmat qilaman, ilmini hurmat qilaman deb ko'rganda qalbiga xursand bo'lgan shirin so'zlarni gapirib, bizga nima xizmat bor deb nomiga gapirib qo'yib, men 4 ta non sizga, mundoq deb turib chiroyli gapirib qo'yilsa, o'sha ahli Qur'on, ahli ilmga farzandlardan meni ham duo qiling, farzandimdan, nabiramdan qori chiqsin, o'zimdan chiqmadi. Shu nabiramdan chiqsa, ulamolarning gapi bor ekan, ahli ilmlarga, qorilarga xizmat qilib chiroyli gap gapirsang, zurriyodingdan albatta chiqadi qori. Deyishgan ekan, shu meni ham farzandim duo qilib qo'ying. Uzr, bir joyda sizni yomonlab qo'yimman, ming bor uzr, men eshitdim, ahli Qur'on, ahli ilmlarni yomonlab bo'lmas ekan, chunki ular tirik Qur'on ekan. Ichida Qur'on yurar ekan ularning ichida. Yomonlasak ichidagi Qur'on ham bor ekan, yomonlab qo'yar ekanmiz. O'shaning uchun tavba qildik. Men farzandimni qori qilmoqchiman. Duo qiling, qiyomat kuni mukofot juda katta ekan. Qorni yomonlamay, qorni so'kmay, ahli ilmni so'kmay, shu Qur'on yodlaganlar u bo'ladi, bu bo'ladi demay deb turib harakat qilinsa, duo olinsa, inshaalloh mukofoti juda katta bo'ladi. Bu Allohning rasulini va ulamolarimizning nasihati. Bizniki emas. Bu haqda gaplar juda ko'p edi. Hali rasuli uchun degan joyi bor edi, mu'minlar uchun degan joyi bor edi. Endi mavzuyimizga vaqtimiz yetmay qoldi. Inshaalloh yana keyingi suhbatlarda davom ettirishga harakat qilamiz. Asosiysi subhanalloh ko'paytiraylik. Asosiysi Allohning kalomiga oshiq bo'laylik. Asosiysi Allohning kalomi bilan birga unga amal qilib yashaylik. Ichini o'rganaylik. Farzandlarimizga o'rgataylik. Farzandlarimizga Allohni ko'p zikr qilishni o'rgataylik. Turganda ham, yotganda ham, kirganda ham, chiqqanda ham, hatto Rasululloh hojatxonaga kirganda ham zikr qilib kirib ketardilar. Chiqqanda ham zikr qilib chiqardilar, to'g'rimi? Allohumma inni a'udzu minal khubsi wal khaba'is. Chiqqandan keyin g'ufronak. Alhamdulillahillazi azhaba anni al'aza. Qarang Rasulullohni. Tahoratxonaga kirgan chiqqanda ham, ayolga yaqinlik qilganda ham bismillah deb turib, hamma joyda zikr. Busiz yashab bo'lmaydi. Zikr bilan, o'shaning uchun Alloh aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera va sabbihuhu bukratan va asila." Ey mu'minlar, sizlar Allohni ko'p zikr qiling, kaseera deyapti. Ko'p zikr qiling, va sabbihuhu bukratan va asila. Ertayu kech zikr qiling, 24 soat zikr qiling deyapti. Aytayapmiz-ku, oylab Allohni eslamagan odamlar qancha? Haftalab Allohni eslamagan odamlar qancha? Namozga o'qimaydi, lekin Alloh deb bir marta eslab qo'ymaydi. Kimdir o'lish kerak emas biz Allohga qaytishimiz uchun. Otamizdan ayrilishimiz, onamizdan ayrilishimiz, bolamiz o'lish shart emas. Endi namoz o'qishimiz kerak ekan, endi jamoatga chiqishimiz kerak ekan deyishimiz shart emas. Men yigitlarga aytayapman, yana bomdodda ko'rinmayapsizlar sizlar. Baribir ko'rinmayapsizlar. Men peshinda, asrda yosh bolalarga o'xshab to'dalanib yuribsizlar, lekin bomdod qilganda baribir kammiz. Qiyomat kuni afsus qilamiz. Qishda ko'pmiz, yozda kammiz. Biz yozda emasmiz, faqatgina jamoatga chiqadigan. Qishda ham chiqamiz. Uzrli bo'lsa mayli, biz faqatgina jamoatga qiziqtirmoqchimiz xolos. Maqsad shu. Yosh kattalarimiz alhamdulillah to'ldirib turishibdi. Peshinda joy bermaydigan bolalar bor-ku, meni joyimda. Bomdodda ham joy bermayapti mana. Joysiz qolib ketishsin kattalar. Faqatgina peshinda joy bermaslik. Jumada, shu asrda osonda ko'chaga chiqiladi, osongina o'qib kirib ketiladi. Bomdodga chiqib joy bermang, xafa ham bo'lishmaydi kattalar. Ya subhanalloh, yosh bo'lib turib mana bomdodga chiqibdi deb xursand bo'lishadi. Zikr, subhanallohlar bilan, namozlar bilan, Qur'onlar bilan o'tkazgan kunimiz qiyomat kuni foyda bo'ladi. Shu foydani qiyomat kuni yana ko'paytirish uchun, yana ko'pgina qilib kelsam bo'lar ekan deb afsuslanamiz. Shu afsuslanmasligimiz uchun yana ko'paytirishimiz kerak. Alloh taolo hammamiz zikr qiluvchi bandalardan qilsin. Qur'on o'quvchi, unga amal qiluvchi, Qur'onni, qorilarni yaxshi ko'ruvchi, ahli ilmlarni, tasbih zikrlarni yaxshi ko'ruvchi mu'minlardan bo'lishimiz nasib aylasin. Kim yaxshi ko'rsa qiyomat kuni o'shalar bilan birga bo'ladi. Oxirgi so'zimiz payg'ambar alayhisalom bilan so'zlar bilan tugatamiz. Bosh ham payg'ambar alayhisalom so'zlari, Qur'on bo'ldi. Oxiri ham payg'ambar alayhisalom hadislari va Qur'on bo'lsin. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Annal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba." Qiyomat kuni odamlar yaxshi ko'rganlari bilan yonma-yon tiriladilar. Biz yomon ko'rsak, ular bilan tirila olmaymiz. Yaxshi ko'rganimiz sari ular bilan qiyomat kuni tirilamiz. Alloh taolo hammamizni din yo'lida qilayotgan ishlarimizni beriyo qabul qilsin, ibodatlarimizni beriyo qabul qilsin. Siz azizlardan juda ko'pchilik duo so'ragan. Hozir bu duoni juda ko'p ekan, o'qishga vaqt ham yo'q. Tashqari issiq, odamlar issiqda ham qolib ketdi. O'shaning uchun hammalarni Alloh taolo ihsonlarini qabul qilsin. Bu duo so'ramasdan o'sha yashil qutilarga berib ketganlarga ham Alloh ko'rsa bo'ldi deb tashayotganlarni ham ihsonni Alloh qabul qilsin. Chiqib ketayotganda tashaydiganlarni ham ihsonni Alloh qabul qilsin. Faqat kirayotganda emas. Meni esimdan chiqib qolibdi, "Ke bugun tashab qo'yay" deb turib ihson qutiga xohlagancha Alloh qodir qilgan tashab, qurilish bo'layotgan ekan, bizga nima yordam, nima xizmat?
bitta g'ishiga Alloh taolo jannatda qasr berar ekan. Bitta unitasiga ham, jo'mragiga ham har bitta oqqan suvga Alloh taolo mukofot berar ekan. Shu birorta xizmatini bizga ham ayting, shu nasibamiz qo'shilib qolsin shunga. Jek pulimiz ko'p emas, hech bo'lmasa ovqat qilib beray ustalarga. Hech bo'lmasa shu g'ishchi hashar qilib otib qo'yay deydiganlarga Alloh taolo har bir changiga, g'ishiga, gurish donasiga ajr mukofotlarini ko'paytirib bersin. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ala tawfiq, nastag'firulloh ala taqsir va na'uzu bika minar rot. Ey Robbimiz, bizlarni seni ko'p zikr qiladigan bandalardan qilgin, kalomingni yaxshi ko'radigan, Qur'onni yaxshi ko'radigan, ahli ilm, ahli Qur'onlarni yaxshi ko'radigan, seni zikringni yaxshi ko'radigan mu'minlardan bo'lishimiz nasib aylagin. Seni diningga xolis o'zingning roziliging uchun xizmat qilishimizni va bunga amal qilishimiz nasib aylagin. Dunyo ne'matlarini ko'zlab, bir nimaga erishish uchun ey Robbi, agar qalbimizda yomonlik bo'lsa, qalbimizdan uni chiqarginda yolg'iz va yolg'iz o'zingning roziliging uchun amal qilishimiz nasib aylagin. Duo so'ragan hammalarni duolarini ijobat etgin ya Robbi. Nimaiki maqsadlar bo'lsa maqsadlarini bergin.